Trader advokatga qarshi. 30 yoshgacha kim ko'proq daromad topadi? Har ikkalasi ham 18 yoshdan boshlashadi. Trader kollejga bormaslikka qaror qiladi. Trader notebook uchun $2000, bozorga kirish uchun esa $5000 sarflaydi. U bir haftada birinchi hisob raqamidagi barcha pulini yutkazadi. Ota-onasining yerto'lasida yashaydi. Bank hisobi esa $0. Advokat 4 yil davomida huquqshunoslikka tayyorlanadi. Yuqori o'rtacha ball GPA olish uchun kuniga 10 soat o'qiydi. Daromad yo'q, aksincha $40000 talabalik krediti bor. Bank hisobi minusda. 24 yosh. Trader nihoyat o'z yo'nalishini topadi. U kriptovalyuta va oltin bilan savdo qiladi. Ba'zi kunlar $10000 foyda qilsa, ba'zida $5000 yutqazadi. Stress tufayli sochlari to'kila boshlaydi, lekin yiliga $200,000 daromad topadi. Advokat nufuzli yuridik maktabga kiradi. Qarzi $180,000 gacha ko'tariladi. Rezyume yig'ish uchun yozgi ta'tilda tekinga stajirovka o'taydi. Hali ham tez tayyorlanadigan lapsha yeb kun ko'radi. 29 yosh. Trader o'yin qoidalarini to'liq o'zlashtiradi. U Dubay sohilida kuniga atiga 2 soat ishlaydi. Uning sof boyligi $2 million, ammo ish xavfsizligi 0%. Advokat yirik yuridik firmada katta yordamchi lavozimini egallaydi. Trader advokatga qarshi. 30 yoshgacha kim ko'proq daromad topadi? Har ikkalasi ham 18 yoshdan boshlashadi. Trader kollejga bormaslikka qaror qiladi. Trader notebook uchun $2000, bozorga kirish uchun esa $5000 sarflaydi. U bir haftada birinchi hisob raqamidagi barcha pulini yutkazadi. Ota-onasining yerto'lasida yashaydi. Bank hisobi esa $0. Advokat 4 yil davomida huquqshunoslikka tayyorlanadi. Yuqori o'rtacha ball GPA olish uchun kuniga 10 soat o'qiydi. Daromad yo'q, aksincha $40000 talabalik krediti bor. Bank hisobi minusda. 24 yosh. Trader nihoyat o'z yo'nalishini topadi. U kriptovalyuta va oltin bilan savdo qiladi. Ba'zi kunlar $10000 foyda qilsa, ba'zida $5000 yutqazadi. Stress tufayli sochlari to'kila boshlaydi, lekin yiliga $200,000 daromad topadi. Advokat nufuzli yuridik maktabga kiradi. Qarzi $180,000 gacha ko'tariladi. Rezyume yig'ish uchun yozgi ta'tilda tekinga stajirovka o'taydi. Hali ham tez tayyorlanadigan lapsha yeb kun ko'radi. 29 yosh. Trader o'yin qoidalarini to'liq o'zlashtiradi. U Dubay sohilida kuniga atiga 2 soat ishlaydi. Uning sof boyligi $2 million, ammo ish xavfsizligi 0%. Advokat yirik yuridik firmada katta yordamchi lavozimini egallaydi.